Assalomu alaykum hurmatli Tunuka ishqibozlari. Biz yana bir yangi obyektimizni Fayzli xonadonlardan birida o'z nihoyasiga yetkazdik. Videoni oxirigacha kuzatinglar. Hozirgi kunda Tunukafon narxlari necha puldan bo'lyapti, necha puldan qilib beryapmiz, hammasini aytib o'taman do'stlar. Hali ham bizning kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsalaring, Zarkin Tunukafon kanaliga obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yinglar do'stlar. Xo'p, bu ishimizni Farg'ona viloyati Toshloq tumani Zarkin mahallasida o'z nihoyasiga yetkazdik. Hozirgi kundagi trenddagi fasonlardan birini oynali fason qilib bitkazib berganmiz. Bu ishimizga общий Tunukafon rasxotimiz 192 kvadrat atrofida tunuka rasxot qildik do'stlar. O'zlaring ko'rib ish sifatiga baho berib o'tasizlar. Xo'p, bu bitta ayvonimiz, uzuni 8 metrga 3,5 metrli bo'lgan bitta ayvonimiz. Mana shunday ko'rinishda ikkita aynali fason tushgan. O'zlaring xudo xolasa ish sifatiga ko'rib baho berib, kommentariyada o'z fikrlarini yozib qoldinglar. Bittadan like bosishingizdan chiqmasin do'stlar. Xo'p. Bitta ayvonimizga mana shunday ko'rinishda, kiro'rishda bitta dorixonamiz bor. Hozirgi kunda 2025dagi bo'lgan trenddagi fason kosmos bitta qo'yib berganmiz. Bu kosmosimiz qo'yib berishimiz bilan 1,8 millionga qo'yib bermoqdamiz. Bu darvozaxonamiz uzuni 8 metrga, eni 4 metr bo'lgan darvozaxona. Xudo xolasa siz azizlarga yoqadi degan umiddamiz. Musofirdagi hamyurtdoshlarimiz bo'lsa, ekrandagi nomerda WhatsApp, Telegram ishlayapti. Bemalol WhatsAppdan, Telegramdan murojaat qilaverasizlar. Barcha rasxotlar ichida 130 ming so'mdan qilib bermoqdamiz do'stlar. O'zlaring ish sifatiga ko'rib baho berib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirish isdan chiqmasin. Xudo xolasa keyingi ishlarimiz yanada bir go'zal ishlarimiz hali oldinda. Bizni kuzatishda davom etinglar.